Bizning birinchi mehmonimiz kim ekan? 알람이 SMSmi? 슈치타 이름 Ismi 김남 RM. BTS 리더 BTS guruhining lideri. Mani albomim bilan bir xil paytda chiqayotgan juda g'alati, lekin meni birinchi mehmonim ekanligidan juda ham xursandman. Musiqani ko'taramiz. Tabriklaymiz Yongi, tabriklaymiz Yongi, tabriklayman birinchi debyuting bilan YouTube'dagi seni. Demak, bizning birinchi mehmonimiz yaqinda o'zini Indigo nomli yakkaxon albomini chiqargan RM. Hammaga salom. Men Suga bilan bitta kompaniyada ishlayman. Mening ismim RM va umid qilamanki, men qatnashganim uchun bu shou hit bo'ladi. Meni ishonchim komil emas, sen buni eslaysanmi yo'qmi? Lekin to'g'ri, biz YouTube'dagi Koreya bo'yicha birinchi YouTubermiz. Ya'ni birinchi avlodlardanmiz. Biz BTS guruhi bo'lmasimizdan oldin bizda YouTube kanali bo'lgan. Keling, boshlovchidek kuchga, energiyaga to'lamiz. Bizga nima tayyorlab kelding? Bizning milliy ichimliklarimizni kuchli tarafi bu CS emasmi? Menimcha uyga sudralib qaytsam kerakman. Demak, Suga bilan ichadigan vaqt. Demak, bu ko'rsatuv nomi. Uni nomi juda ham quloqqa yoqimli eshitiladi. Men o'yladimki Suga yoki Sugarun deb. Va bu juda yoqimli. Xo'sh, RM oldindan juda ko'p ichmasdi. Menimcha hozir men eng ko'p ichadigani bo'lsam kerak. Qachonlardir men yoshroq bo'lgan paytimda men uyga ichib kelardim. O'sha paytda u xuddiki menga achinarli qarardi. To'g'ri, bu to'g'ri. Va hozir eshityapmanki, sen muntazam ichib turaman deyapsan. Ba'zida xohlagan paytlarimda. Va hozir men olayotgan shou bu birgalikda ichib suhbatlashadigan shou. Ya'ni mast bo'lib sudralib uyga qaytish uchun emas. Shuga gapga juda ham usta va u juda qiziqarli faktlarni ham ayta olishi mumkin. Men bilaman. Men ko'ryapmanki, sen nimadir olib kelsan. Nima olib kelding? Bu ikkalasi meni o'tmishimni va hozirgimni ifodalaydi. Buni birinchisi Monju. U bizning milliy alkogolimiz hisoblanadi. Undan shaftoli hidi keladi. Va uni kuchsizroq deb o'ylayman va 40 gradus ekan. Yo'q, bu kuchsiz ichimlik emas. U juda kuchli. Men uni 17 darajali ichimlik deb o'ylagandim. Rostdan ham bu juda kuchsiz ichimlik emas. Va men hozirgina tekshirdim. Bu 40% alkogolni o'z ichiga olgan ekan. Meni kechiringlar. Qani, bu haqiqatan 40 gradusli bo'lsa, biz birlikda qultum ichsak bo'ladi. Va senda juda katta sabr bor. Bu bizga bo'laveradi. Va keyingisi bu kava. Va bu CS emasmi? Menimcha bu CSdan kuchliroq. U 60 gradusli ekan. Bu 57 da 1. Bu haqiqatan ham CS. Va o'zi nimaga bularni sotib olding? Chunki ularni Decision to Live'da ko'rgandim. To'g'ri, va bu olchali. Kinoda Kidisoni o'ziga xos didi bor edi. Va u shved viskini emas, Tayvan kavasini tanlaydi. Va bu uning toza va didli ekanligini ko'rsatadi. Va bu uning ramzidir. To'g'ri, Aziyani juda ham ko'p viski turlari bor. Va bu menga eng yoqadigani. To'g'ri, kava ajoyib viski. Agar unda 40 va 57% alkogol bo'lsa, demak biz uyga mast bo'lib qaytmaymizmi? Yo'q, biz buni shunchaki sekin ichamiz. Albatta, viskini sotib o'zini ichamiz. Yana men bu viskini Decision to Live uchungina sotib olmadim. Va bu viskini men sen sababli yaxshi ko'rib qolganimni esladim. Keling, bu ikkita ichimligimizni yoniga yeyish uchun yana nimadir buyurtma qilamiz. Bu bizning milliy ichimligimiz. Men o'ylagandimki, buni buchujon yoki gamchajon bilan boshlaymiz deb. To'g'ri, ovqatimiz kelmasdan oldin biz buni ozgina tartib ko'rsak bo'ladi. Men bularni yaxshi ko'raman. To'g'ri, kel bundan boshlaymiz. Bu bizning milliy ichimligimiz va bu juda mazali. Va buni juda ham ko'p turlari bor. 40 gradusli. Bizda juda ham ko'p turli ichimliklarimiz bor. To'g'ri, men buni 17% deb o'ylagandim. Men senga qo'yib beraman. Men esa senga. Rahmat, bu men uchun sharaf. Biz birgalikda ichmoqchimiz, lekin meni qo'llarim qaltirayapti. Xo'p, unda qani? Oldik.
Menimcha biz menikini emas, Alyamni albomni nishonlashimiz kerak emasmidi? Menga musiqalar eshitilishni boshlayapti. Unda ajoyib hit bor ekan. Ha, Moon juda ajoyib ekan. Gul hidiga o'xshaydi. Koreya milliy ichimliklariga o'z sevgingni ko'rsatchi. Koreya ichimliklarigami? Xo'p, hech qachon sen bilan yolg'iz ichmagan ekanman. Ko'p yillar oldin? Ha, men bittasini esladim. Biz odatda Hobby yoki Jimin bilan ichamiz. To'g'ri, 3 yoki 4 ta bo'lib. Voy, bu juda mazali. Ha, xohlaganingcha ol. Men mazali ovqatlarni rostdan yaxshi ko'raman. 2 hafta ichida meni albomim chiqadi. Men bunga bog'liq kontent tayyorlayapman. Har doim uni ko'rganimda uni sochlari tarovsiz bo'ladi va har doim qalin ko'zoynaklar bilan birga. Bu yerga kelmasingizdan oldin nima qildingiz? Bu har bir ijodkor bosib o'tadigan yo'ldir va men bugun 2 soat davomida ID'ni suratga oldim. Nima gap bolalar, bu BTSdan RM. Bu esa Suga. Hammaga salom, men ismim RM. Shunga o'xshagan narsalar. Mening birinchi albomim. Ha, biz qo'shiqlarimizni disklarda chiqarardik va u uchun bizlar SoundCloudda birinchi ularni yuklab olardik. Ichida nechta qo'shiq bo'lardi? 10 tacha. J-Hope'da 10 ta, menda 10 ta. Biz unga harsaklar chalishimiz kerak. Sizda umumiy 200 tacha qo'shiq bor. RM sifatida 105 ta, Rap Monster sifatida 87 ta va Kim Namjoon sifatida 10 ta. Shugani prodyuserlikda ham juda ham ko'p qo'shiqlari bor. Meniki esa kichkina tekstli qo'shiqlar. O'zingni qanday his qilyapsan? Rostni aytsam, o'zimni g'alati his qilyapman. Sen bilan men bir xil vaqtda, bir xil yo'nalishda muzikani boshlaganmiz va bu deyarli 15 yil bo'ldi. Va shunga qaramay, bu mening birinchi albomim. Yakkaxon sifatida. Va 15 yil deganda menda o'zimni isbotlash uchun biror narsa bor. Ya'ni menda albom bor. Mana shu narsani men sezinyapman. Rostni aytsam, mening mana albomimdagi qo'shiqlarimning taxminan yarmiga nisbatan menda shubha va xavotirlar bo'lgan. Lekin bu albomga kelganda menimcha holat boshqacha bo'ladi. Aftidan hamma qo'shiqlarning chiqishidan oldin eshitgan inson faqatgina J-Hope. Ha, to'g'ri, har doimgidek. Bizlar hech qachon bir-birimizni albomlarimizni eshitganlik haqida so'ramaymiz. Menimcha men J-Hope'ni Jack in the Box albomi ofitsialni chiqmasdan oldin eshitgan birinchi odamman. Men unga meni albomim chiqsa, birinchi bo'lib eshitishi kerak bo'lgan inson u bo'lishini xohlashimni har doim aytardim. Shu tarzda men Hobbyni eshitishni boshladim, lekin odatda men bunday qilmayman. Shunday qilib, o'qigan narsani qaytarish uchun uni taklif qildim. Shunday qilib, sen buni eshitish uchun kichkina bazm qilding. Bazm? Ha, to'g'ri, bu eshitish uchun bazm edi. Odatda men qo'shiq chiqishidan oldin eshitmayman. Bizlar bitta jamoamiz, lekin tomoshabinlar nuqtai nazaridan qarasak, ular ham eshitishni xohlashadi. 1-2 marta guruhdagilar menga qo'shig'i chiqmasdan oldin qo'yib berishgan edi, lekin qo'shiq chiqqandan keyin haqiqiy emotsiyani his qildim. Ha, bizlar turlichamiz. Ha, qo'shiqni bosib, cover bilan birga tinglash bu boshqacha tuyg'u. Odatda men qo'shig'imni musiqani tushunmaydigan odamga qo'yib beraman. Shunda adolatli baholanadiganidek ko'rinadi. Ha, ulardan qo'shiq qanaqa bo'lganini so'rayman. Intervyudan oldin sen Indikoni hamma joyda degan ma'noni bildiradi deganding. Va 4 yil oldin yaratilgan birinchi qo'shig'ini eshitdim. Ha, bu 2018-2019 yillarda bo'lgandi va men buni BTS tadbirlari bilan birgalikda bir xil vaqtda ishlashga majbur bo'lgan edim. Chunki bizlarda yakkaxon albom uchun vaqt bo'lmagan. Va men qayerda va qanday vaqt bo'lishiga qaramasdan men ko'zimga ko'ringan hamma narsani suratga olardim. Albom menga 2019-yildan 2022-yilgacha bo'lgan meni kundalik hayotim hissini beradi. Ha, bu menga ham bog'liq. Meni 4-Forgetful qo'shig'im ustida bizlar Kim Savol bilan birga ishlaganmiz. Qo'shiq so'zlari juda ham qiziqarli. Men 2 oy ichida 30 yoshga to'laman. Yo'q, sen 29 ga to'lasan, bizlarda hisoblash o'zgargan. Hali emasmi? Men bilishim bo'yicha keyingi yilda. Rostdanmi, nima bo'lsa ham men Koreya yoshida 30 da bo'laman. Lekin tekstda men hali ham 26 daman degan qatorlari bor. Meni ovozim oldingidan juda farqli. Albatta, qayta yozishga harakat qilsam ham ovozim yomonlashgan. Yo'q, yomonlashmagan, menimcha bu yaxshi tarafga o'zgargan. Buni hech sinab ko'rganmiding? Eski qo'shiq ustida ishlayotganingizda siz uni birinchi qatorini yozganingizdan keyin nahorat qismiga o'tib ketasiz.
Odatda buni musiqachilar ochib beruvchi qator deyishadi va ular mendan boshlang'ich qatori bor, eshitib ko'rishni xohlaysanmi deb so'rashadi. Ha, men bu terminni birinchi marta eshitishim. Odatda men qo'shiqlarni ketma-ketlikda joylashtiraman. Shundan keyin eski qo'shiqni qayta olib kelishni xohlasangiz, his-tuyg'ularingiz boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Ha, ayniqsa bizga o'xshagan qo'shiqchilar uchun. Ikkinchi qatorni yozishni boslasam, men o'zimni yo'qotib qo'yayotgandek his qilaman. Menda oxirigacha tugatilmagan bir nechta qo'shiqlar bor. Albatta, va biz birinchi qatorni yozgandan keyin nihorat keladi va undan keyin yana nihoratini takrorlaymiz, shundaymi? Menda Dachita qo'shig'i xuddi mana shunaqa bo'lgan. Men juda qiynalganman, chunki menda ikkinchi qator yo'q edi. Va buni mendan komandam so'ragan, chunki biz bu musiqa uchun video olishimiz kerak edi. Ha, bizga ikkinchi qator kerak. O'sha musiqiy video suratga olinmagunicha hammasi shoshlanish bo'lganini juda yaxshi eslayman. Ba'zan studiyada xohlagan narsangizni chiqarib olishingiz mumkin va shunchaki uyga boradigan yo'lda qilish mumkin buni. Va bunaqa ideyalar bizga tasodifan dushdaligimizda yoki uyqudan oldin kelishadi. Va menda Wildflower bilan shunday bo'lgan. Samsung bekatidan Sinchar bekatiga borayotgan paytimizda mana shunaqa narsa bo'lgan. Ya'ni bu deyarli 2 soat vaqt olgan. Va shu qo'shiq uchun tekstni men shu yo'lda yozganman. Va atrofimda meni har xil ovozlar qo'shib bo'lgandi o'sha payt. Va bu juda qiziq bo'lgan. To'g'ri, men ko'pincha vannadanligimda qo'shiq yozaman. Vannadami? Bu ozgina qiziqarli. Va men yonimdagi ko'pchilik kompozitorlar aytishi bo'yicha ular hattoki hojatga borganda ham ilhom kelib qolar ekan. Men kichkina bo'lgan paytimda menga juda ham ko'p maslahatlar bergan eski bitta bir kompozitorni bilaman. U xuddi mani ustozimdek edi. Odamlarda turli qadriyatlar bor ekanligiga ishonchim komil emas, lekin u yozish jarayoni bu bizdan chiqadigan tabiiy ajralish shakli ekanligini ta'kidlar edi. Unga ilhom har doim u hojatxonaga borgan paytida kelishini u har doim aytib o'tirardi. Va bu tabiiy ajralish shakli bilan bir xil narsa. Men bunga qo'shilmayman. Seni muzlatgichingda juda ham ko'p ichimliklar borligini eshitdim. Hozir ochib qarayman. Bu bizani memberlarimizdan yaxshi ko'rib ichadigan ichimlik emasmi? Yo'q-ey. Voy, bu haqiqatdan Milkismi? Ha, bu haqiqatdan Milkis. Wow, sen buni qanaqa ichishni bilasan? Ha, bu juda ham ajoyib. Juda ham yengil. Milkis seni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ha, mana ular kelishdi. Voy, rahmat kalmarlar uchun. Nima bo'lsa ham biz albom haqida juda ham qiziqarli narsalarni suhbatlashdik. Juda ko'p. Albomingning nomi nima? Indigo. Menimcha meni hozirgi jinsiyimning nomi ham Indigo. Buni eslaysanmi yo'qmi bilmayman, lekin men mono albomni qilgan paytimda men qop-qora bo'lib kiyinar edim. Va bunga 4 yil bo'ldi va men uni chiqarganimdan keyin, 4 yil oldin. Ha, men uni chiqaradigan paytimda men bitta narsa aytgan edim. O'sha paytda birinchi faqat qora, keyin men qora kiymayman deb. Ha, hozir sen turli ranglar qo'shgansan. Men ko'p marta aytgandim, meni mono albomim bilan bog'liq menda juda ham ko'p afsuslanishlar bor. Lekin u hali ham meni bitta bo'lagim. Shunday ekan, monoga uni bog'lasam qiziqarliroq bo'ladi deb o'ylagan edim. Adelening albom sarlavhasi 21-25-30 va bu uni yoshi va shunga o'xshash boshqa narsalarni bildirar edi. Shunday ekan, men ham o'zimning mono va indigo albomlarimni xuddi shunday qilib bog'lashni xohlagandim. Men o'ylashim bo'yicha indigo bu movining och rangli tomoni. Ha, to'g'ri, bu ham tabiiy rang. Arem bu rangni juda yaxshi ko'radi. Ha, menga yoqadi. Monoga ko'k rangni aralashtirsa undan qora kelib chiqadi va mana indigo qilib kelib chiqqani. Menimcha men yorqinligi past ranglarni yaxshi ko'raman. Och ranglarchi? Och ranglar ha, ular ham ikkalasi ham tabiiy. Xuddaki yuqori yorqin saturatsiyadagi musiqalarni tinglayman. Biz eng birinchi marta musiqani boshlagan paytimizda faqatgina og'ir ritmli, ya'ni kuchli ritmdagi qo'shiqlarni eshitar edik. Ha, xuddi Eminemning qo'shiqlariga o'xshab. Menimcha musiqa bilan shug'ullanuvchi odamlar ulg'aygan sari va ko'p tajribali bo'lgach, o'sha paytda ularning his-tuyg'ulari musiqada aks etadi.
Xuddi vino va viskiga o'xshab. Ha, ozgina saqlanib, menimcha ichida pishib olgandan keyin shunday bo'ladi. Shunda insonning haqiqiy o'zi namoyon bo'ladi va ko'pchilik qo'shiqchilar o'zini birinchi debyutini qilgan paytida ular orzulari orqasidan qolmaslik kerakligi haqida bilishmaydi va buni ko'pchilik tashlab ketadi. Bunga esa tashqi omillar yoki o'zlarining natijalariga bog'liq bo'lgan sabablar bo'lishi mumkin. Chunki ular 20-21 yoshda. Bir paytlar biz ham hech kim kutmaydigan past baholanadigan jamoa edik. Ha, hozir esa eng yuqorisi. Lekin o'sha past baholangan davr hozirgi BTSni yaratgan va biz bundan hech qachon qochib qutula olmaymiz. Biz 29 yoshga kelib hozir 60ni eslayapmiz. Karbon bosim tagida olmosga aylanganidek, menimcha Indigo ham xuddi mana shunaqa mandagi bosimlar tufayli hozirgi Indigo yaratilgan. Biz yaxshi kayfiyatda bo'lishimiz uchun qanaqa musiqa tinglasak bo'ladi? To'laqonli albom ozgina vibe beradi. Odatda men yuragim va miyam o'rtasida balans ushlashga harakat qilaman. Va menimcha meni ko'p emotsiyalarim albomda joylashgan. Bu yerda turli musiqalar bor va men ularni xafa bo'lganda ham eshita olaman. Ha, 10 ta janrda. Ha, har xil janrda qiladigan musiqachilar ko'p emas. Chunki u har xil joylardan olingan. Agar mana shu yil qishda qayerga borishni bilmasangiz, shunchaki har xil yerlarga boring. Sen Jungkook haqida gapiryapsanmi? Ha, men u yerni juda yaxshi ko'raman. Men ota-onam u yerda yashashadi va men ham. Nima bo'lsa ham Lee Jungkookni yaxshi ko'raman. Oxirgi qo'shig'imizda biz Park Ji-yoon bilan birga ishlaganmiz. Wow, Park Ji-yoon, qanday qilib siz bu insonlarni o'zingiz bilan ishlash uchun ko'ndira oldingiz? Men rostdan qiziqyapman. Bu sening imkoniyatlaringning kattaligidir. Men unga yozdim va biz qildik. Wow, menga haqiqatan ham u balladani kuylagan paytdagi ovozini juda yoqtiraman. Ha, bu ajoyib. Ha, to'g'ri. Uni ovozi juda ham tiniq va u eng chuqur nuqtalargacha yetib bora oladi. Ha, bu to'g'ri. Ha, bu outro, ya'ni eng oxirgi nuqtasi. Bu number 2 deb ataladi. Va orqaga qaramaslikni gapiradi. Orqaga qaramaslikni men har doim o'zimga aytishni xohlaydigan gap bu. Nima bo'lishidan qat'iy nazar biz qiladigan ishni allaqachon qilib bo'ldik va shunchaki orqaga qaramasligimiz kerak. Va buni boshqalarga ham aytishni xohlayman. Biz qo'shiqni bir nechta xodimlar va boshqa musiqachilar bilan birgalikda eshitgan edik. Va odamlarni men yig'layotganini ko'rdim. O'sha paytda men ularni xafa qilishni xohlamagan edim. Lekin keyin tushundimki, ularni yig'layotgani bu meni qo'shig'imdan o'zlariga chuqur tushuncha va yengillik olganidan edi. Hayotda har doim ham mukammal variant bo'lmaydi. Shuning uchun ba'zan biz eng yaxshisini emas, balki eng kam muammo tug'diradiganini tanlashimiz kerak. Seni qo'shig'ing insonlarning yuragidan ham o'rin olishi mumkin. Ha, xuddi reytinglardagidek kabimi? Ha, bu kunlar hali keladi. Sen bundan hech qanaqa qo'rqinch his qilmayapsanmi? Rostdan aytadigan bo'lsam, reytinglar bu juda ham muhim va uni inkor qilib bo'lmaydi. RM va BTS bu meni hamma narsam. Va meni albomim chiqqanda ham meni ismim BTSdan yuqoriroq turmasa kerak. Reyting uchun meni qo'shiqlarim bir xil emas va rostdan aytadigan bo'lsam, top reytinglikka chiqishni o'rniga men ko'proq erkin bo'lishni afzal ko'rdim. Qo'shiqlarim odamlarning xotirasida uzoqroq qolishni xohladim, xuddi koreys spirtli ichimligining hididek. Agar reytinglar men uchun ahamiyatli emas desam, demak bu yolg'on bo'ladi. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lganda men ID uchun fotosessiya qilib o'tirmagan bo'lar edim. Lekin mening maqsadlarim yoki orzularim bu reytingning eng tepasida turish emas. Bu shunchaki meni qo'limdan keladigan narsani eng yaxshisi qilib bajarish. Ha, men RMni 12-13 yildan beri bilaman. 2011-yildan beri bilamiz. Yo'q, 2010. Ha, deyarli 13 yil bo'libdi. Lekin hozir erkin va xotirjam ko'rinasan. Menimcha albom ustida ishlash va uni tugatish davomida men xotirjam bo'lgan bo'lsam kerak. Balki shunaqa ko'rinsam ham kerak. Bitta sarlavha 4 daqiqa 30 soniya davom etadi va hozirgi paytda bu juda eksperimental va ehtiyotsiz amalga oshirilmoqda. Voy, bu juda ham eksperimental va buni hozir bemalol qilishyapti. Ha, bu bizni odatdagidek milliy 16:8 tuzilmasi. Voy, nima? 16:8? Menimcha qo'shiqni hozir eshitish uchun juda ham kech. 16:8 bu qo'shiqning asosiy qismi 16 ta taxtdan iborat. Nahorati esa 8 ta taxtdan iborat. Mana shu 16:8 deyiladi va bu hozirgi paytda uncha ko'p qo'llanilmaydi. Ha, hozir 16:8 dan foydalanishsa bu 4 daqiqa va 30 sekundga juda ham uzun bo'lib ketadi. Ha, asosiy qism nahorat va ikkinchi bo'lagi ham. Ha, keyin bu Ha, bu juda qiyin, chunki hozir qo'shiqlar 2,5 yoki 3 minut davom etadi. Va hozir 2,5 minutlik qo'shiqlar juda ham ko'p eshitiladi. Va streamlar soni yarmga kamayadi. Hattoki Amerikada qo'shiqlar 2 minutdan ham kam. Ha, 1 minut 58 sekund. Nahorat asosiy bo'lim va yana nahorat. Boshqa qo'shiqchilar bilan ishlaganimda men ularga qo'shiq kamida 2 minut atrofida bo'lishi kerak deb aytaman.
Prodyuser sifatida qo'shiq ijrosi men uchun juda ham ahamiyatli va klientlarim ham xuddi shunaqa o'ylashini xohlayman. O'ylab qolaman, ehtimol reyting ko'rsatkichlari bo'lmaganda, balki men bemalolroq ishlagan bo'lar edim. To'g'ri, lekin buni qilish oson emas. Keya olamiz. Hop hop. Oldin aytmasdim, men o'ylardimki, nima, ara men seni yolg'iz ichasan deb o'ylardim shu paytgacha. Sen aytganingdek, ichimlik meni tez mast qiladi deb o'ylar edim. Indigoni hamma joyda degandan boshqa to'rtta so'z bilan tasvirlaydigan bo'lsak, bu albom chiqqanda bir oy oldin men 30 ga kirgan bo'laman. Ha, to'g'ri. Bu xuddi meni 20 yoshlarim degan dramaga o'xshaydi. Men bu albom ustida 20 yoshimdan boshlab juda ham qattiq mehnat qildim. Va bilaman, hozir ham unga qo'shishim kerak bo'lgan, uni ustida ishlashim kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. Shunday ekan, men uni meni 20 yoshlarim deb atashni xohlayman. Xalqaro hisob bo'yicha men ham 20 yoshlarimdaman. Lekin sen o'zingni unaqa his qilmaysan. Ha, to'g'ri. To'xta, sen xalqaro yosh bo'yicha 30damisan? 29da. 29 men bizlar yaqinda 30 yosh bo'lamiz. Ha, keyingi yil martda 30 ga kiraman va men tez qarayotgandek his qilaman. 9 oydan keyin sen bilan bir xil yoshda bo'laman. Keyin sen u bilan bir xil yoshdamiz deb ayta olasanmi? Men hali ham hurmat qilaman. Demak, bu albom Indigo sening 20 yoshlaringda chiqadi. Men inson sifatida sizni his-tuyg'ularingizni juda ham yoqtiraman va hurmat qilaman. Rahmat. Siz bu albom chiqqan paytida bilasiz, Kim Namjoonni aralash his-tuyg'ularini va shuningdek BTSni his-tuyg'ularini yetkazgan inson sifatida ham va jamoani bir bo'lagi sifatida bu qo'shiq sizga ko'p tasalli beradi va sizlardan iltimos qilib so'ragan bo'lardimki, bu albom chiqqan paytida uni to'laqonli eshitishingizni. Ha, to'g'ri, qo'shiqni ketma-ket joylashtirish ham bu bejiz emas. Iltimos, qo'shiqni boshidan oxirigacha eshiting. Va shuga juda ham yoqimtoy. Shuga run. Sizni bugungi Kim Namjoonga aylantirgan narsa nima edi? Men Aryanmanmi? Bilmayman. Balki hozir keraksiz faktlar ensiklopediyasini suratga olayotganim uchundir. Bu juda chuqur. Ha, kvant mexanika professori Kim San-wook aytadi. Atrofimizga qarasak, ko'pchilik narsalar bu tirik narsalar emas aslida. Misol uchun, mana bu stol, stakan va shishani olaylik. Aslida ular tirik narsa emas. Shunday ekan, g'ayrioddiy narsa bu aslida hayot. Biz aslida hammamiz o'likmiz. Qaysidir hodisalar tufayli biz tirilamiz va yana o'lamiz. Biz uxlayotgan paytimizdagi miya to'lqinlarini tekshirsak, bu o'lgan insonning miya to'lqinlari bilan bir xil ekan. Menimcha buni men ham oldin eshitganman. Shunday qilib, hozirgi Aryanni yaratilishini aytadigan bo'lsam, bunga tasodifan tanishgan insonlar, tasodif yoki bo'lmasam taqdir bo'lishi mumkin va bularni hammasi tabiiy ravishda bo'lgan narsalar. Va biz boshimizdan o'tkazadigan hamma tajribalar bu bir kun kelib hozirgi bizni yaratgan bo'ladi. Va bu xuddi yaxshi yo'ldagi atakoga o'xshaydi. Maniyaga ham. Menimcha nimanidir fanati bo'lish bu juda ham ahamiyatli. Hayotda bu juda ahamiyatli. Fanat yoki maniya bo'lish bu insonga kerak narsa emas. Hayotda men buni juda ham katta sevgi bilan yashash deb atayman. Sevgini biladigan va bilmaydiganlarning hayot tarzi har xil. Men ham shunday o'ylayman. Agar albom chiqishdan oldin men mononi yana tilga olsam, menda san'atga qiziquvchilik bo'lmagan, lekin hozir juda qiziq. Odamlar meni Koreya san'atining eng mashhur influenseri deb atashadi. Ular seni qanday atashadi? Jurnallarda boyband superstar. Agar men nimanidir yoqtirsam, unga chuqurroq kirib boraman. Ha, rostdan siz shunaqasiz. Menimcha bunga meni rag'batdashligim sabab va mendagi bu hislarni ko'pchilik yoqtirishadi. 생각보다 위스키를 너무 잘 알고 너무 좋아하길래 나 깜짝 놀랐어요. 몇 달 안 됐는데 이제 책 사서 보고 이제 되게 열심히 공부하면서 먹으니까 재밌더라고요. 시인을 꿈꿨던 소년이 랩을 해야겠다고 마음먹었던 그날 그 순간이 있어요. 저는 랩을 해야겠어. 나는 뭐 음악을 만들어야겠어. 했던 그 순간이 있어요. 근데 날짜는 정확하게 모르겠어. 근데 그날의 온도, 습도, 그리고 내가 그거를 마주했던 그 순간이 저는 기억이 나거든요. 얘기를 좀 해줄 수 있나요? 저는 TV 프로그램을 보는데 가요 프로였나요? 가요 프로그램이었어요. 근데 거기에 이제 어떤 한 팀이 랩을 하고 막 노래를 하는데 그걸 봤던 순간이
되게 충격적으로 왔어요. 와 저건 뭐지? 막 이렇게. 네. 뭔데 되게 자유롭게 무대를 뛰어다니지? 라는 생각을 했거든요. 저는 뭐 글쎄요. 그게 2006년에 그 막 여러 가지 랩을 제가 가사로 프린트해서 학교에서 랩 좋아하는 친구들이랑 맨날 따라했던 게 생각이 나요. 2006년이에요. 정확히 제가 초등학교 6학년일 텐데. 에픽하이 30? 에픽하이프 스완송스라든지 아니면 뭐 아. 인타임이라든지 그러다가 1년 지나서 2007년 뒤에 어머니한테 이제 그때 용돈이 별로 없어서 마이크를 PG48을 사달라고 했어요. PG48이었어? 나도 PG48이었어. 왜냐면 SM58은 너무 그러니까 비쌌거든. 비쌌어. 10만 SM58은 원. 그 당시에 11만 원 이랬고 PG48 PG48은 싸게 사면 4, 5만 원에 샀어요. 그래서 중고로 저는 어떤 그날의 온도가 기억나냐면 제가 학교를 끝나고 집에 왔는데 어머니가 너 마이크 왔더라 한번 잘 해봐 라고 하면서 그 마이크 박스를 건네주시던 그 날이 생각이 나요. 그게 제 스냅샷처럼 머릿속에 찍혀 있습니다. 맞아 있어. 그 날이 모든 것의 시작. 2007년 봄이었어요. 근데 2007년부터 내가 녹음해서 크레딧을 녹음해서 내가 올려야겠다 라고 생각했단 말이에요. 크레딧 그때는 크레딧이었지 그지? 크레딧을 많이 줬어요. 아무튼 그래가지고 저도 PG48로 시작을 했고 그래서 음악을 만나면서 제가 뭐 나름대로 합리화를 했던 건 이미 이 랩은 리듬이 있는 시를 쓰는 거기 때문에 난 계속 문학을 하고 있는 거다라고 생각했던 시지. 거예요. 네. 지금도 그렇게 생각해요. 저는. 그냥 구조를 이렇게 짤 때 그러니까 우리가 모르겠어요. 사람들이 들어봤을 때 BTS 음악을 들으면서 어떻게 생각할지 모르겠지만 굉장히 정교하게 짜긴 하거든요. 사실 재밌는 게 불타오르는 사람들이 맨날 그 예능에서 불 볶을 때 궁화요리 이런 거 할 때 파이어 이러고 나오잖아요. 사실 불타오르는 애도 가사를 뜯어보면 네. 뭐 저도 괜찮아라든지 네, 맞아요. 굉장히 좋은 시적인 많아요. 가사가 네. 많이 나옵니다. 네. 그러니까 저희들이 그렇게 대충 쓰지는 않았거든요. 근데 저도 나름 뿌리가 이제 힙합이니까 그러니까 뭐 이렇게 막 그래도 갑자기 한 뿌리를 예초에 빠진 김에 이제 타임머신 한번 해봅시다. 좋죠? 아. 사실 재밌죠. 2020년 2월 25일 대 2025년 어느 날 그렇죠, 그렇죠. 하나만 선택을 한번 해봐야 되는데 야, 근데 둘 다 해보죠. 재밌잖아요. 저는 2020년 2월 25일을 정확하게 기억을 합니다. 저는 그 인기가요 녹화하던 기억이 나요. 팬들이 없었거든요. 그래서 킨텍스에 가서 녹화한 거고. 네. 저한테는 좀 충격적인 날이었었어요. 실시간으로 스케줄들이 다 취소되는 거를 눈앞에서 봤던 순간에서 처음으로. 자, 다음 주면 할 수 있을 거야. 그래서 한 줄씩 없어지더라고요. 잔인하게 한 줄씩 이렇게. 어느 날이었나 내 기억이 나는 게 어느 날이었나 우리 다 취소라고. 투어가 취소가 되는 걸 봤었어요. 저게 이제 맵버터 소울 투어였죠. 네, 몇부터 저희 끝내고 이제 그래서 준비도 진짜 많이 했었고 우리들끼리. 2020년 2월 1월 때는 우리가 진짜 막 미친 듯이 연습할 때거든요. 막. 그때 우리 이거 정도로 준비하는 거는 진짜 쉽지 않다. 그리고 그때 능력치들도 막 춤도 엄청 많이 늘기도 했었고 막 너무 재밌고 즐겁게 우리도 막 파이팅 넘치면서 준비를 했는 건데 너무 재밌었죠. 팬데믹이 되면서 빠그라진 거죠, 소위 말해서. 이걸 어디 가서 이야기를 해. 못하지. 이걸로 인해서 많이 힘드신 분들도 있으니까 이제 차마 이야기를 못 했던 거죠. 이 얘기를 결국 하는 게 2년, 거의 3년 만에 하는 거죠, 사실. 시차가 그만큼이나 있다는 거죠, 우리들한테는. 그때 녹화 끝내고 숙소 가가지고 뭐 했어요? 솔직히 뭐 기억은 잘 안 나는데, 근데 그때는 아마 태어났을 거예요. 왜냐면 2월 25일이잖아요. 네, 그때는 제가 안 믿길 때예요. 네, 맞아, 안 믿. 이런 것들을 되게 부정하고 싶어. 왜 죽음을 받아들이는데 뭐 5단계가 있다 네, 그러잖아요. 5단계 있죠. 부정. 엘리자베스 기블러. 네, 네. 네, 그 있죠. 수영 그런 5단계. 뭔가 부정이 담기지 않았나. 감정 시차가 오는 게 되게 오래 걸려서 형은 대치타 나올 시즌쯤에는 모르겠는데 혼자서 막 베개 집어던지고 있어요. 너무 화가 나가지고 막 야씨 하면서 막 그랬던 기억이 납니다. 네. 저는 무력감을 좀 많이 느꼈던 것 같아요 그때. 너무 약간 좀 슬펐던 저한테는. 오늘 사람들 앞에서 공연하기까지가 이제 2년이 넘게 2년이 걸렸죠. 넘게 걸렸죠. 자, 그러면 2025년을 이야기 한번 해봅시다. 이야, 멀다 멀어. 이제 2025년이면 제가 제대한 직후일 거예요. 제대한 직후 막 머리 기르고 있을 때. 25년이 어떻게 흘러갈지는 참 뭐랄까 모르겠지만 뭔가 내가 만약에 빨리 어쨌든 사회에 좀 복귀를 한다면 또 멤버들이 복귀하기 전에 뭔가 뭐 밑작업을 해놓는다든지 준비를 해놓는다든지 혹은 뭐 저를 위해서 뭘 한다든지 뭐 그렇게 해야 되지 않을까 뭐 그냥 가볍게 그렇게 생각을 하고 있는데 근데 모르겠어요. 저도 안 가봐서. 제가 어릴 적부터 너무 이렇게 힘들었던 것 중에 하나가 미래를 많이 두려워해서거든요. 그죠. 그러니까 보지 못했던 어떠한 순간들을
이제 대비해야 될 것 같다라는 생각이 꽤 드니까 그래서 미래에 대한 생각을 좀 덜하기로 시작한 시점이 있었거든요. 제가 2020년이다 그랬어요. 현재 좀 네, 집중하자. 현재 좀 집중을 하자. 그 D2 쓰면서도 막 그런 얘기 많이 썼고 그리고 그때 남았던 흔적들이 지금 이제 곡들에서도 좀 남아있고. 네. 그러다 보니까 25년에 뭘 어떻게 할 거라는 말을 뱉지를 못하고 우리가 맨날 절대 그런 일이 없을 거라고 이야기를 하는 그 순간부터 걱정이 되기 시작을 하잖아요. 아, 절대 저 위스키 안 먹을 건데요. 했는데 위스키를 먹는 거죠. 예를 들면 네. 지금 위스키를 먹는 정도가 아니라 뭐 네. 이게 뭐 헤어질 결심에 나온 거다 뭐 이러면서 그러니까 세상에 절대란 없다. 이런 거죠. 이거를 이야기를 할 수가 없는 맞아, 거죠, 맞아. 우리들은. 근데 2025년에 어쨌든 만약에 우리가 원하는 대로 다 같이 잘 간다면. 모여서 이렇게 완전체 활동을 다시 좀 전개하게 된다면 좋겠죠. 진짜 좋을 것 같고 저희끼리 얘기했던 것 중에 어쨌든 2025년 대부분의 멤버들이 복귀할 해일 거고 그다음에 이제 화양연화라는 저의 기념비적인 어떤 서사가 10주년이 되는 해이기 때문에 화양연화가 10주년이 돌아오니까 그때는 무언가를 할 수 있을 것 같지도 않을까 뭐 이런 생각을 했었잖아요. 그래서 그것들을 좀 잘 지키려고 노력하지 않을까. 근데 이제 다 같이 모였을 때 너무 그냥 너무 웃길 것 같아. 그냥. 웃기지. 누구는 그냥- 머리 아직도 빡빡이고 누구는 좀 길르고 막. 너무 웃길 것 같아. 근데 나는 그래도 되게 내 기분 좋았던 거냐면 이거 부산 콘서트 준비하면서 애들이 신나가지고 1시간 일찍 와서 연습하고 막 달라방타 하면서 솔직히 너무 빡셌지만 저도 막 일부러 막 먼저 와서 연습하고 그랬잖아요. 누가 그랬는데 누가 이야기했는지 정확히 모르겠지만 아 피가 끓는다 막 이런 이야기 하더라고. 와 불타오르네 이거였잖아 그때. 너무 재밌었어. 나는 그 아, 보면서 진짜 재밌었어요. 멤버들도 보면서 나는 진짜 너무 기분 좋았던 순간 중에 하나였어. 진짜 재밌었어요. 다들 얼마나 열심히 했어요 무대에서. 직캠 하나씩 보는데 장난 아니더만. 나도 불타오르더만 다들. 잘하더라. 와 아니 좀 치나 막 이거도 완전히. 잘하더라. 진짜 잘하더라. 이게 방탄소년단이지. 나도 진짜 기분이 되게 좋았어 부산 거. 그러니까 부산 거 하면서 되게 진짜 아직 우리들의 마음이 다 동일하구나. 아 그럼요. 균질하구나, 균일하구나 뭐 이런 거. 지금 우리가 이게 700ml나 됐구나. 네, 700ml 위스키랑 똑같습니다. 위스키랑 똑같아요. 거의 비었죠. 이거 비우고 마지막으로 카발란 한 잔 딱 하면 프로그램 끝나지 않을까. 이걸 다 비우고 저 카발라. 아니 이거 그만하고 이거 이제 스탑하고. 자, 제 유튜브 방송 런칭을 함께 해준 우리 RMC를 위한 저도 진짜 고민을 많이 했거든요. 왜냐하면 어떠한 사람한테 음악을 추천해준다. 추천을 해주고 비틀즈의 Let It Be입니다. Let it be, let it be, let it be, let it be. 그냥 이렇게 Speaking words of wisdom, let it be. 둥둥. 어릴 적에 우리가 이제 들었던 음악들은 다 밝고 예쁜 음악들 위주로 들었었거든요. 왜냐하면 교과서에서 들려주는 음악들은 대부분 밝고 예쁜 음악들이었었어요. 그냥 Let It Be의 가사가 어느 정도 조금 깊게 와닿는 이제 나이에 들어서지 않나. Let it be라는 게 참 무책임한 말이잖아요. 될 대로 되라고 둬. 약간 이런 거니까. 근데 그 중간에 speaking words of wisdom이 나오잖아요. 네, 지혜의 말이다 이게 진리다. Let it be. 그냥 네, go with the flow. 근데 가끔씩 그럴 때가 있어요. 정말 그냥 냅둬야 되는 순간들도 있죠. 그니까요. 느낄 나이가 이제 슬슬 오지 않을까. 오고 있는 것 같아요. 그냥 모르겠어요. 그냥 어른이라는 단어가 진짜 어렵긴 한데 제가 어른이라고 생각 안 들거든요. 어른과 어린은 결국 이 이자가 그쵸. 눕혀져 있냐 세워져 있냐기 때문에 조개가 파도에 휩쓸려 진주가 막 단단해지고 이런 것처럼 진리는 되게 단순한 것 같아요. 그래서 스스로를 계속 고민하고 뭐 고통도 받고 하면서 좀 그런 것들을 세상에 더 좋은 방식으로 베풀 수 있는 1.1인분의 사람이 되는 게 그것이 딱 좋네. 이렇게. 1.1인분의 사람이 되는 게 그게 멋지게 나이 들어가는 방법이 아닐까. 타는 불꽃에서 들꽃으로 손에 내서 영원으로 나의 황량한 들의 나무를 언젠가 나 되돌아가는 저 하늘을 흩어질래 Like a flower, 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 flower 아무튼 우리 이제 RMC가 준비한 이제 카발란 그러게요. 딱
조금만 한 잔씩만 하고 쉐리밤이니까 이거. 아니 우리 집에 많이 먹었어. 이거 얼마 안 남았어. 아 진짜요? 이 다 먹어보셔야 돼요 이거 진짜. 기도수 헤어질 결심 보신 분들은 근데 아니에요 드시지 마세요. 제가 사야 되거든요. 이게 요즘 풍기 이게 박찬욱 감독님 때문에 요즘 풍기라니까 진짜로? 자 이제 이거 막잔을 먹고 저희는 그러니까. 이제 끝내도록 하겠습니다. 근데 약간 시타 2화가 있을지는 잘 모르겠어요 진짜. 슈가룬 2회 렛츠 고! There was nothing romantic. 반갑습니다. 나 이런 슈가 저런 슈가 렛츠 고! 아, 이거 다시 가져가야 돼. 제일 아끼는 거란 말이야. 크리스탈인 좀 모르겠고. 크리스탈은 소리가 달라요. 오. 제일 많이 쓰는 것 같아요.